Yo, what's up guys? Sizlar bilan Xayter. Короче, bugungi videoda Bedrock 1.21.51 versiya uchun top 5 ta multik modlarni ko'rib chiqqanmiz. Okey, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Videoni oxirigacha ko'rsangiz mana shunaqa chotki modlarni ko'rsatib o'taman. Bolalar, barcha modlar mening Telegram kanalimda bo'ladi. O'tib bemalol yuklab olishlari mumkin. Kanal silkasi описаниеda. Okey bolalar, biz birinchi modimiz, короче, mana bunaqa Mike Wazowski'mi nomi qanaqadir edi. Adashmasam shunaqa edi. Короче, bu multfilm qahramoni. Bu yerda bitta mana shuni o'zi berilgan ekan. Короче, buni oldi yurgan sariq siyoh rangga ham bor. Yo, what? No deb turar ekan bu. Короче, o'zim ham men birinchi marta o'ynab ko'ryapman bu modda. Mana короче, buni ichiga narsa solib qo'ysalar ham bo'lar ekan. Masalan, open tugmasini bosaman. Open bosib ochaman ichini miyasini. Короче, mana suyak bilan ko'mir solib qo'ydim. Короче, endi miyasida suyak bilan ko'mir bor. Короче, bu mod Minecraft qiziqarliroq qiladi. Mayli, boshqa ma'lumot yo'q. Go, keyingi modga o'tamiz. Har kuni YouTube kanali uchun video tayyorlashdan zerikdingizmi yoki vaqtingiz yo'qmi? Shaxsan o'zim siz uchun video tayyorlab beraman. Siz shunchaki video qanday bo'lishini menga tasvirlab yozasiz. Men esa sizga tayyorlab beraman. Hattoki prevyus ham o'zi bilan. Eng muhimi tez, arzon va sifatli. Narxlarga keladigan bo'lsak, 3 daqiqali video atiga 15.000 so'm, 5 daqiqali video 30.000 so'm, 10 daqiqali video esa 50.000 so'm. Juda ham arzon. Tezda akkaunt oching va menga murojaat qiling. Men siz xohlagandek video tayyorlayman, siz esa yuklaysiz. Okey bolalar, qisqa reklamadan so'ng mana короче o'tib oldik keyingi modga. Bu mod Pumba bilan Timon, buni o'sha Simba, mashhur Simba multfilmida ko'rgansizlar. Mana короче bu Minecraftni qiziqarli qiladi. Mana kulgili, mana короче cho'chqani o'rnida to'ng'iz ham bor. Mana u Pumbamni, Timonmidi ismini adashtirib qo'yman. Mana короче bular shu xolos, boshqa hech qanaqa foydasi yo'q. Просто qiziqarliroq qiladi Minecraftni. Okey, mana короче tepasida jon bo'lar ekan, urib o'ldirib nimadir qilib olasizlar o'zlari. Короче bu mod haqida ma'lumot yo'q, boshqa umuman endi. Go, keyingi modga o'tamiz. Keyingi modimiz hozir ko'rsataman. Mana короче mana sasiska, bu ham film ko'rgansizlar buni. Sasiskamida xullas. Mana qahramon. Xullas bu multfilmni ko'rmaganman, lekin qisqa shortslarda ko'rganman. Mana короче mana qishloqmida bu idishivadiganmi bilmayman. Mana короче bu ham Minecraftni kulgili qiladi. Mana ko'rib turganlaringdek turishi ham o'sha kulgili bo'lib turibdi. Qiziqarli mod. Patrick ismi. Patrick ekan. Mana chum-chum, yo what the fuck. Okey bolalar. Mana pishloq короче uni gapirib ham turar ekan, nima turib baqiryapti. Okey, mana shulardan qolgan yana bir bittasi. Buni uzun bu ham ko'rgansizlar. Keyingi modga go. Keyingi modimiz mana bunaqa. Короче bu ham multfilm Yoshimi nomi shunaqa ekan. Yozib qo'yinglar. Adashmasam bu Mario degan odam ham bo'lardi, lekin bunga qo'shilmagan ekan. Короче mana shu yerda 4 ta dinozavrcha beriladi. Adashmasam bular qutqaruvchimi shunaqa edi. Mana короче bular minsalar ham bo'ladi. Mana pushtisi, olov rang ko'ki. Ma'lumot tugadi. Keyingi modimiz mana bunaqa ninja toshbaqalar modi. Mana Rafael, mana Mikhailengo'lovat, ismini bilmayman. Mana Donatello siyoh rang bu kichkina ekan. Mana короче bu mashhur bo'layotgandi, multfilmi ham bor edi. Ko'pchilik kuzatadi buni, multfilmini. Mana короче mana toshbaqalar survivalda ham urmas ekan bular. Bilmadim, xullas ularda ham foydasi shu NPC sifatida ishlasalar ham bo'ladi. Короче serial video olishlari mumkin. Okey. Leonardo. Bo'ldi, xullas boshqa ma'lumot yo'q endi bular haqida ham. Короче 5-modimiz o'xshamadi, shuning uchun ham Telegramga boshqa mod tashlab qo'yaman. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Hammaga xayr.